gelikka qop o'tkazgan odam o'tkazibdi. Lekin motor Najli degan odam kim? Tak что hammasi o'zini oqlayapti. Vijdoni prям yo'q ekan bunani. Men juda ham shokda edim. Hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Hozir endi bitta tarqayotgan ma'lumotlar shunaqa darajada absurdki, xuddiki biz bu narsaga chapli-chalib qarab o'tirgandek. Men shaxsan qo'limdan kelgancha bir muhtoj odamga qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Albatta, men juda ham afsusdaman bo'lgan narsadan. Assalomu alaykum hammaga. Men shu internetda hozir tarqayotgan insident bo'yicha video qilyapman. O'sha bo'yicha fikrimni aytmoqchiman. Bu o'sha mani klipimda syomkada bo'lgan hodisa, haqiqatan bo'lgan bu hodisa. O'sha bo'yicha hozir tarqayotgan ma'lumotlarga to'xtalmoqchiman, chunki yolg'on ma'lumot tarqayapti. Va shu narsani muhokama qilayotgan, bilib bilmasdan muhokama qilayotgan xalqimizga men o'zimni fikrimni va bu hodisaga munosabatimni aytmoqchiman. San'atkor, masalan, bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu proses qanaqa bo'linadi? Klip syomka protsessi. Xonanda zakazchik yig'iladi, syomочный gruppa, har bitta odam o'zining vazifasi bor, syomka qilinadi, san'atkorga beriladi. Yo'lda kelayotgan har bir ishtirokchi, ya'ni deylik, aktrisa bo'lsin, masovka bo'lsin, yoki texnik gruppa bo'lsin, u har biri frilanser. U uchun, buni xavfsizlik uchun men javob bermayman. Men endi hozir ommaviy axborotlarda qilinayotgan pretenziyalar va noto'g'ri muhokamalar bo'yicha gapiryapman-da. Shuning uchun men o'sha kuni bo'lmaganman, men ham telefon orqali eshitdim shu narsani. Ya'ni o'sha yerdagi aktrisa masovkadagi qizni urib ketibdi. Biz hayron bo'ldikki, ssenariy bo'yicha texnik ssenariy bo'yicha menimcha hech kim mashina haydash kerak emasdi. Biz hayron bo'ldik, qanaqasiga mashina haydaydi. Ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya kelyapti. Bu insident bo'yicha ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, no'lik qilinmagan va hokazo va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, Sabrinaga birinchi yordam ko'rsatilgan, operatsiyasi bormi, qon quyish bormi, hamma narsasi bo'yicha yordam ko'rsatilgan va shu kungacha yordam ko'rsatilib kelinyapti. Shaxsan men tarafdan. Va syomочный gruppa ham qarab o'tirgani yo'q. O'sha men ko'zim tushib qoldi. Biz aytyaptiki, no'likka qilinmagan deyapti. Qanaqasiga no'likka qilinmaydi? No'likka qo'ng'iroq qilinganning vaqti bor-ku, yoki no'lik chaqirilmagan deyapti. No'lik chaqirilganda vaqti fiksироваться qilinadi. Nimaga o'rganmayapsizlar? Sizlarga adolat kerak bo'lsa? Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Ya'ni qilingan birinchi yordam hammasi ko'rsatilgan. Ma'lum minnat bo'lmasin. Meni administratorim 1 oy deyarli Sabrinani uyida yashadi. 1 oy yashadi. O'sha hamma больницadagi hamma yordami ko'rsatildi. Nafaqat men, o'sha hamma syomочный gruppa tarafdan. Hamma qo'lidan kelgancha yordamini qildi. Loqayd chetda tomosha qilib turgani bo'lmadi, hamma yordam qildi. Lekin nimaga bunaqa ma'lumot tarqalyapti? Shu jurnalistik etikaga to'g'ri keladimi shu narsa? Nufuzli, obro'li saytlarim tarqatyapti shuni. Operatsiyasi bo'yicha yana bir narsani eshitib qoldim. Ya'ni operatsiya noto'g'ri qilingan deyishyapti va bitta oyog'i kalta bo'lib qolgan deyapti. Bu narsani ham men shaxsan o'zim ommaviy axborotdan eshityapman. Mana shu voqeani. Yaqin-yaqinda, masalan, yanvar oyida Sabrina o'sha
yurib, sekin oyoqqa turib, syomkalarga borib yurganini eshitib biz xursand bo'ldik, chunki yangi yilda ham borib tabriklab kelishdi. Hol-ahvol so'rab kelishdi. Biz xursand bo'ldikki, ha, Sabrina oyoqqa turibdi deb. Chunki mana mart oyida ham o'sha Sabrinaga berilayotgan haligi yordamni berib kelishdi. Unaqa gap yo'q edi. Mana kecha yashin tezligida unaqa ma'lumot tarqayapti. Hozir endi bitta tarqayotgan ma'lumotlar shunaqa darajada absurdki, xuddiki biz bu narsaga chapga-chalab qarab o'tirgandek yoki bu narsadan qochgandek. Men shaxsan qo'limdan kelgancha bir muhtoj odamga qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Masalan, imkonim doirasida bundan keyin ham yordam qilaman. Men qanaqa qilib bu voqeani indamay qochib ketaman yoki bu narsaga shunday qarab tura olaman. Bitta hozir aytilmayotgan boshqa bir vajlar bor. Boshqa bir tafsilotlar bor, boshqa kuchlar bor aralashib qolayotgan. Aynan bu narsani purkagan bizga nisbatan boshqacha yetib kelgan boshqa bir holatlar bor. Mayli u narsani keyin bir yana chiqish qilganimda aytarman yoki bu narsani tergovga ma'lum qilarman. Lekin bor haqiqat shu. Hech kim chapga chalib o'tirgani yo'q. Bu tergov hali tugagani yo'q, bu narsa proses tugagani yo'q hali. Aytmoqchiman, bu tuhmatlarga javobimki, Sabrinaga barcha необходимый yordam qilindi. Syomchniy gruppa tarafdan ham, men tarafdan ham o'sha oyoqqa turib ketishi uchun qolaversa o'sha yashash sharoitini yaxshilash bo'yicha ham yordam qilindi. Va o'sha vrachchi 3 oydan 5 oygacha reabilitatsiya bo'lishi mumkin deganni eshitganimdan keyin men aytdimki, mayli Sabrina uyda boquvchi, biza o'sha 5 oy davomida buni yashash tarziga yordam beraylik, ya'ni kunlik pulini, kvartira pulini to'laylik. Keyin yana sog'ayishiga qarab yana chorasini ko'ramiz dedik. Oqibatda 4 oy to'landi. Mana 5-oy to'lanish kerak. Hammasi bo'yicha отчеtlari bor, o'sha qilgan odamlarni. Xullas, nima savolinglar bo'lsa bizga berishinglar mumkin. O'ylaymanki, bu mavzu shunday qolmaydi. Shu insident bo'yicha kimda savollari bo'lsa, bemalol bizga chiqishlari mumkin, bizdan so'rashlari mumkin agar qiziq bo'lsa, yoki voqea joyiga borib surishtiruv qilishlari mumkin. Va albatta Sabrinani sog'ayish uchun qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaganmiz, bundan keyin ham ayamaymiz. Jurnalistlarimizga ozgina obyektiv bo'lishlarini so'rab qolar edim va hamma narsani jurnalistik etika va qonun doirasida hal qilishlarini xohlar. Rahmat. Albatta, men Sabrinani oila a'zolariga hamdardlik bildiraman va o'ylaymanki, hamma narsa qonun doirasida o'rganiladi va kim aybdor bo'lsa, qonun doirasida jazosini oladi. Albatta, men juda ham afsusdaman bo'lgan narsadan, yaxshi ish bo'lmadi. Baxtsiz voqea bo'lishidan qat'iy nazar, hech bir onaga ko'rsatilmasin farzandni bu ahvolda ko'rishi. Loqayd bo'lmagan har bir hamyurtimizga kattakon rahmat aytaman. O'ylaymanki, bu narsaga adolat tarafdan yondashiladi. Har bir odam noto'g'ri ishi uchun jazosini oladi. Assalomu alaykum. Men video qilishimdan maqsad Sabrina buni so'ramoqchiman. Borgan o'sha больницаga borgan birinchi kundan uzr so'rash boshlaganman. Hozirgacha ham so'rayman. Hamma oldida yana bir uzr so'ramoqchiman. Men juda ham shokda edim. Stressga tushib qoldim. Juda ham qattiq. Ham onam operatsiya bo'lganlar. Ularga qarashim kerak edi. O'shaning uchun shu kungacha video qilib chiqa olmadim. Men 16 yoshman.
17ga ham to'lmaganman. Lekin men yosh bo'lishimga qaramasdan hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Lekin shunda ham boshqalarning xatosini men aytmasligimni so'rashdi. Shunda ham Allohning sinovi bilan rolga men to'g'ri kelib qoldim. Shu men sabab chiqib qo'ydi Allohim. Va qonun oldida men javob berishdan qochmadim. Va qonun doirasida javob berishga ham tayyorman. Yuragim ezilib ketadidir. Bunday Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hozir internet bilan portlayapti Sabrina masalasi bo'yicha. Men ijodkor sifatida juda ko'p syomishli plashatkalarda bo'lganman. Men bularning sistemasini juda yaxshi bilaman. Menda savol bor. Imенно shu o'sha yerdagi ijodkorlarga menga shu javob berib yuboringlar. Rejissyor men bo'lmaganman deyapti. Klip rejissyor ekan, lekin u bo'lmagan ekan plashatkada. Xo'p, operator bo'lib chiqqanman deb o'zini оправдать qilyapti. O'tda kim rejissyor bo'lgan shunda? Zadachani kim bergan? Gelikka o'tkazgan odam javob bersin deyishyapti. Gelikka hop o'tkazgan odam o'tkazibdi. Lekin motor Najli degan odam kim?